Qiz keltirish kelishimi. Abdori g'ayrat o'shur. Ba'zida yolg'izlikni xohlaydi ekansan-u, ammo yolg'izlik seni qiynab, eng yaqin kishilaringning xiyoli sana hamroh bo'ladi ekan. Shamsiyani xiyol qilatdim. Uning mening to'y ishimni deb bu shaharga kelishi hargizmi meni Oyguldan qutqizish uchun bo'lmas kerak. Balkim uning ko'nglida shaxsiy g'arz bo'lishi mumkin. U meni cho'qim yaxshi ko'rdi ekan. Xiyollarim qanotlanib uchmoqda. Shamsiya degan shu ismni izlamoqda. Ha, biz nima degan shaxsiyatchi, ha? Ata mening to'yim emasmidi? U ishlar nima bo'lib ketdi? Ota-onam nima tanglikda? Oygulning uyidagilar-chi? Ular kelgan mehmonlarga nima deb javob berdi? Bularning hech qaysisi xiyolimga kirmay, Shamsiyani o'ylab yotaman. Ishikning osta chekilishi xiyoldan uyg'otdi. Bu yarim kechida kelgani kimdo deb berib ishikni ochdim. Ochdim-yu, ishik chatkuchini ko'rib qo'rqib ketib, ishikni taqib oldim. Ishik qayta chekildi. Sirtkilar ishikni buzib kirdigandagidek ishikni ichidan tirab turib oldim. Ishik chekilmoqda. Men qo'rqib badanimdan tar qo'yilmoqda. Qo'rqishdan boshqa narsa yo'q. Ishikning chekilishining qachonlar to'xtab qolganini bilmabdiman. Yotoq telefonining jiranglashidan hushimni topdim. Telefon jiranglamoqda. Qalbimni bir qo'rqinch chulg'umoqda. Jiranglash to'xtaydigandek emas. Qo'rqish ichida turibgina qo'limga oldim. Dod sarang, nimanda qilasan? Uydan qochib chiqqanman, o'z kimligimda yotoq ochqizayma? Tutilib qolib ishkilisimizni rasvo bo'lsin demsan. Ishkingni ash yoki kimligingni chiqartib men yotoq ochqizibpa. Oygulning ovozi edi. U mening bu mehmonxonaga tushganimni qandoqsiga bilgandi. Qaraganda bugun uningdan qutlanmoqdekman. Yotoqdan sirtqa chiqdim. Uning yotog'iga kirib olmaslik uchun o'z kimligimda yana bir yotoq ochqizdim. U yotoqqa kirib ketish oldida: "Shakir, bugungi kechani o'tkazishni shuncha oson deb o'ylamsan. Men mush bir qaytim ishon. Sana hamroh bo'lib bu bir uzun kechani o'tkazib olay. Hargizmi yomon g'araz aralashmag'iniga kapolatlik beray." Eshakmi puti bir qaytim sibilgan ko'rikdan o'tmaydi ekan. Bugun kechining har ishkilimiz uchun qanchalik azobli ekanligini bilamsan. Men uyga xat qoldirib qochib chiqdim. Ular meni cho'qim izlaydi. Yolg'izlikda ichim pushib, ichib mas bo'lib qolsam, nima bo'lishimni bilmayman. Har ishkilimizning bexatarligini deb bo'lsa-mu, bir oz hamroh bo'lib paranglashishimizga yo'l qo'y. O tahdid silvatadi. Bo'ldi qal Oygul, bak charchab ketdim. Orom olayli. Shamsiya bilan nima zidiyatimiz borligini bilgin yo'qmi? Mening ojizligimdan tutib oldi. Men bu ziddiyatni bilishga bakma taqozo edim. Bo'ladi. Biroq chekdan oshadi ekansan, haydab chiqiraman. To'y bo'g'ichilar xiyoli yurimiz. Cho'nglar nimami bo'lib ketgandi, ha? Oygul xilal besiqib ketgan edi. Menga surkilaymi demaydi. Yotoqdagi sovuq ichimlikdan ozroq ichib olib so'radi. Kamerani qandoq payqadim? Rushangil aytib bermagandu. Umu o'zi qiziqadigan ishlarni bilishga oldirish kerak. Men sizlar ishkanlarni qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylagan. To'y tayyorlig'ida chiroq almashtirganda tasodifiy bayqaldi shu. Roshangulni qo'g'dash uchun yolg'on so'zladim. Ha, men texir Roshanguldan ko'rib yuribdiman. Bo'ldilar, taqdir shundoq bo'lsa kerak. Yengilganimga tanbasammi, ammo seningdan o'lgicha voz kechmayman. Bo'ldi qil Oygul. O'zingni yaxshi ko'rmaydigan birini qo'g'lishib, nima foydaga erishadigan sana? Foydadan so'z aytib Shakir. Men seni hargizmi foyda qo'g'lishib qo'g'lashmayman. Ko'ngil degina, ko'ngil. Uning ko'zidan tunji qitim yosh chiqqanini ko'rishim edi. Mena bu yadligimni qandoq bildim? Bu degan oson-ku. Sening taksi to'sib, mushu nahiyaga opirib qo'y deganingni anglagan tursam, bu bir kichik nahiyada buningdan boshqa yaxshiroq yotoq bo'lmasa, bu yerdan boshqa nega muboratding? Mulozimatchilarga ozroq yolg'on so'zladim shu. Do'stim yotoq nomerini deb berganda unutib qoptiman. Ismi Shakir, qaysi yotoqdagiligini izlab beringlar dedim.
Seni izdamay o'z kimligimda yotoq ochqizsam, izdab chiqqanlar asalla tepib oladi. Bu sanga ayon. Sana tegmayman deb qechib chiqqan bo'ldim. Ular men tegmayman degan odamning kimligida yotoq ochqizishimni xayolig'imga akirmaydi degina. Uning chiroyidan mayisligi manaman deb chiqib turadi. Ozroq ish chog'irtibmi qoldim. Shuncha mag'rur mush yurtda har qandoq bir yigitni o'ziga ko'ydirib yuraligidek qiz edi. Afsus, ko'ngil degan saronga amal yo'q ekan. Shamsiya bilan bo'lgan ziddiyatlarni deb bermamsan. Aldirab ketayotganligingni bilaman. Bo'ludi deb beray. Ammo ishonmaslik o'zingdan. U bir yutum sovuq ichimlik o'tlib olib so'zlashga boshladi. So'zlasam gap jiq, qisqiliday. Mening akamni sen bilasan. Uni chet elda o'qiyotdi deb bilasan-ku. Afsus. U chet elda emas, balkim Ishkirdagi ma'lum doktorxonada davolanayotdi. Nima kasal deb so'rama. Hozirli bilasan. Shamsiya bilan akamning ilgirki oshiq mashg'ulligini bilmasan kerak. Ular oliy maktabda aralashgan ekan. Kim bilsin? Ular baldirli bir uyda bo'lyapti. Biroq Shamsiya cho'ng shaharlarda yurib, o'ziga nijozat kasal yuqtirib olgan bo'lib, kasal akamg'imi yo'qibdi. Keyin ular bu kasalni bayqab, nomusga chidamagan Shamsiya o'lib olmoqchi bo'lib, binodan o'zini tashlab, maqsadiga yetolmay tutsundi. Doktorga elib berilganda, o'zining sharmandligini yoshirish uchun akamni bosqinchilik qilmoqchi bo'lganida o'zini qo'llash uchun binodan sakrdan deb turib elib, akamni sultivatdi. Keyin akamning kasali eg'irlab, turmadan davolanish uchun kepillik qo'yib berdi. Akam Ishkirda davolanayotdi. Shamsiya bo'lsa, rasvoliklar oshkoralanib ketgan u shaharda yashayolmay, bu shaharga kelib oldi. Akamni qancha yaxshi ko'rdig'imni bilmasan kerak. Akamning qisosini olmoqchi bo'ldi qilmayman. Ziddiyat ana shu. Oygulning deganlariga ishonmaydi. Biroq uning yomon kasal deganini bilmoqchi bo'ldi. Qandoq kasal demoqchisan? Qandoq kasal bo'ladi? Aytis. Quloq tuymda bir bomba portlagandak cho'chidim. Shamsiyaning undoq noshayon ishlarni qilishiga ishonmaydi. Biroq Shamsiyaning okisining turmaga solinishi hargizmi oddiy ish emas edi. Shamsiya bosqinchilik uchirmagandi. Oygulning okisi bundoq nijosat kasal tursa, bosqinchilik uchirgan qiz sog' qolarmi? O'ylashga petinlanmadi. Oygulni so'rash turib yotoqdan qo'lab chiqardim. Yotqonga yuzimni purkab yig'lab ketdim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Beshim qattiq og'rib turadi. Soatning qancha bo'lib ketganini bilmay, telefonimni ichib, onamga telefon urdim. Shakirmisan bolam? Nalarda yuriydigansan? Biz taraflardagi ishlardan xotirjam bo'l. Qiz tarafdan boyatin uchur keldi. Shahar boshlig'ining tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'ilib qilib, jiddiy qutqizishda qutqizilib etibdi. Bizmi mehmonlarimizga seni boshliqqa hamroh bo'lib doktorxonada saqlayotdi deb qo'ydik. O'zingni asra. Kashda cho'qim qaytib kel. Mehmonlarni yaxshi kutib yo'lga selyapmiz. Xotirjam bo'l. Telefonni yana etivatdim. Yotqonga yana yuzimni cho'mkidim. Ko'zlarimda yosh, yuragim laqti qon. Tunji so'ygan odamimning bundoq yomon uchuri meni azmakdi edi. Birli umid bor edi. Oygul bir yolg'onchi. Uning deganlarining yolg'on chiqishi umidning o'zi shu. Biroq bu ishlarni kimdan so'rayman? Roshangul bilamdig'andi. Bilsimi u qayerda? Shamsiyaning o'zidan so'rashga bo'landi. Qop Shakir, o'lmagansan? Oygulning silkishlardan uyg'onib atrofga baktım. O'z yotiqim. Qandoq kirding degandek eshikka qaradim. Qarmasangmi bo'ladi? Eshikni qaqsam ochmading. O'lgan chexiy deb ma'ulog'i deb eshikni ochqizdim. Eshik tuvida kutkich qiz qarab turadi. Mening beshimni ko'targanimni ko'rib, u ketib qoldi. Qo'rsoq ichib o'lsin demsan? Yur, tamoq yeb kiramiz. Shundaqmi qashon qiz bo'ladi ekan? To'y kuni yigit tarafidan tashlansin.
nomusda uydan qechib chiqdi desam, bu yerda yana qo'saqning g'emini qilib yuriydi. Sirtqa chiqishdan uyalmamsan. Bu naydimi seni, meni to'naydiganlar to'la. Xalq ko'si nima deydi? Nima deydi? Bir jup oshiq mashqkan deydi shu. Uyalsangchi. Cho'nglar nomusi nima qilyapti? Kelgan mehmonlarga tushuncha berib bo'lmay avara. Sen bo'lsang, yana kulalaydikansan, ha? Kulaman Shakir. Sen yenimda bo'lsang, o'ladigan ish bo'lsa-mu kulib borman degina. Voy, bizar. Dadani yurak kesil bilan doktorga kirib qopdi, deyapti. Shuni bo'lsa-mu o'yla. Sen ishondingmi shu gaplarga? Dadamning azaldan yurak kesili yo'q. U degan bir siyosun. Qandaq chaqda qandaq bo'lishini obdan biladi degina. Yuzini to'kib olmaslik uchun yotadigan-da haqiqatdan. Shundoq bo'lsa-mu bir telefon qilib qo'ymamsan. Qimmi dedimsan? Ularning nima qilayotganligidan xabardor bo'lib turyapman. Mening uyda qolgan xabarchim bor. Ulardan xotirjam bo'l Shakir. Dadamning tushda nima yeganini bilib turyapman. Uning buncha yomon ekanligini burun bilmagan bo'latdimmi? Qo'pa deyman. To'y kunimizda och yursak qamlashmas. Bu nahiyadagilarning bizni to'naydiganlari sening va bizning uyda to'y o'ynaydi. U oyog'imni majburiy kiygizdi. Tamoq yemay to'y kechasini loti bo'lib o'tkazay demsan? Nima qilay deysan? To'y kechasini tushayotamsan texi? Hammani keladigan kun bo'lgandan keyin xiyol qilib qo'ysin nim bo'pti. Shumliq qilaman degichi bo'lma. Kechkirsizlar qaytib ketaman. Kim seni ketma debdi? Hozirgi vazifa qo'saq to'yg'izish. U meni so'rashtirib degidek oshxonaga chiqdi. Tonishlarni uchrab qolmasin degandek yuzimni cho'kirib yurdim. Kechkirmiga shuncha tas keldi. Oygul 1 minut mendan neri bo'lmay kayfiyatimni uchirib yuratdi. Sening jiningimi voy Oygul. O'zingni yaxshi ko'rmaydigan biriga shuncha yepishib olgan bormi, ha? Har nima qil, mening seni yaxshi ko'rishim mumkin emas. Yaxshi ko'rishim o'zimning ishi. Seningmi kimni yaxshi ko'rishing o'zingning ishi. Men seni meni yaxshi ko'r deb erishtirib yurmagandan keyin, senmi ishingni qilaversan bo'lmamdi? Qo'yningga kirib elib meni ol demagandan keyin, qashingda o'ltirsam nim bo'pti? Seni ko'rib o'ltirganni ko'ra chivin yavasam-u ko'nglim buncha ilishmasdi. Odamni ozroq bezar qilib, yolg'iz qo'ysam bo'lmamdi. Bezar bo'ldim deyotamsan? Bezar bo'ladigan kun oldingda texi. Chiroyli xonimingning kesil qo'zg'alsin-chu qini. Shu chaqda bilasan bezar bo'lishni. Qo'limga nima chiqqanlik bilan korim yo'q, uning yuziga otdim. Yo'qol, nomus qilsang-chu. Sening degan qaysi bir gaping rost chiqqan? Boshqalarga tuhmat qilish xumorg'o'san. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.